Elektroneyromiyografiya yoki xalq tilida NMG bu nima va bu haqdagi asosiy savollarni mutaxassisimizdan javob olamiz. NMG apparati tekshiruv uslubidan qanday kasalliklarda foydalaniladi? NMG tekshiruvi, ya'ni elektroneyromiyografiya turli xildagi nerv mushaklar buzilishi hamda periferik nerv tizimini buzilishi, orqa miya kasalliklarida hamda mushak hamda nerv o'tkazuvchanligi buzilishlarida foydalaniladi. Tekshiruv uchun qaysi mutaxassislar sizga bemorlarni jo'natishadi? Asosan nevrologlar, travmatologlar, neyroxirurglar va endokrinologlar. Bu tekshirish uslubi nimaligi haqida to'liq ma'lumot bera olasiz? Albatta, elektroneyromiyografiya, ya'ni NMG tekshiruvi periferik nerv shikastlanishi va nerv mushaklar o'tkazuvchanligini buzilishida tekshiriladigan tekshiruv hisoblanadi. Aynan qaysi kasallikdan zararlangan bemorlar ko'pincha sizga uchrashadi? Travmadan keyingilar hamda orqa miya shikastlanishi, nerv mushak o'tkazuvchanligi buzilishi kasalliklari bizga albatta murojaat qilishadi. NMG tekshiruvlarini qanaqa turlari bor? NMG tekshiruvini ikki xil turi bor. Stimulyasion NMG, ya'ni elektrodlar yordamida ko'jani o'ziga, terini o'zidan stimulyatsiya yordamida biz tekshiramiz. Ikkinchi turi bu ignalik tekshiruv. Mushakni o'ziga igna yordamida tekshiruv olib borinadi. Ushbu videodan asosiy maqsadimiz sizlarga NMG tekshiruvi haqida yetarli va tushunarli ma'lumot berish. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.